Biz bunday narsalarga tayyor emasmiz, lekin ChatGPT ustiga yashirin iqtidorni atigi 5 daqiqada chiqarib bera oladi. ChatGPT ga kiring va quyidagi promptni yozing. Sen tug'ma iste'dodlarni ochib berish bo'yicha mutaxassissan. Mening shaxsiyatimning eng obyektiv va xolis portretini yaratish uchun har qanday psixologik va murabbiylik usullaridan MBTI, Big Five, arxetiplar, sotsionika, martaba strategiyalari va boshqalardan foydalan. Sening vazifang mening kuchli tomonlari va iste'dodlarimni, zaif tomonlarimni va ko'r nuqtalarimni aniqlashdir. Mening noyob energiya va tabiiy ta'sir nuqtasi nima? Qayerda men vaqtni behuda sarflayapman va o'zim bo'lmagan odam bo'lishga harakat qilaman? Qaysi kasblar, rollar, mavzular va turmush tarzi menga ko'proq mos keladi? Qanday qilib men o'z salohiyatimga to'liq erisha olaman? To'g'risini ayt. Menga dalda berma, menga xushomad qilma. Menga kim ekanligimni va kuchli tomonlarimni, qayerda ekanligimni tushunishga yordam beradigan narsani ayt. Kerakli ma'lumotlarni to'plash uchun savollar bilan boshla.